Bugungi bemorimiz Jabbor va Shoira. Xush kelibsiz. Nima shikoyati bilan keldingiz birinchi kelganingizda? Birinchi kelganimda yo'tal nima meni bezovta qiladigan narsa yo'tal, tomoq qichish, keyin nafasim olardi. Bu menda 20 yildan beri. 20 yildan beri shunaqasiz. Men shu antigistaminli dorilarni ko'p ichganman. Unda suyaklarim og'rib, osteoporoz bo'lgandim men o'sha nima davleniyam baland edi. Hozir mana shu birinchi ochlik e'lon qilganingizda 3 oy bo'ldi-da. Shuni arasida davleniyam meni umuman Mashallah. nima qilgan yo'q. Bezovta qilmadi. Avval necha yurardi? Avval rabochim 160 yurardi. 160 rabochiy. 100 yurardim. Hozir o'zim nima ishonmayman-da ba'zi boshim aylanib qolganda chiqdi asiyo deb turib davleniyni ichmasam hozir tushgan bo'ladi. U 110-70 o'sha menga nima bo'lyapti-da. Shunaqa. Hop, allergiyangiz nima bo'ldi? Yo'tallaringiz nima bo'ldi? Yo'tallarim yo'q. Mana hozir biz allergiyaga qarshi dori qilganimiz yo'q-a? Yo'q. Hop, nimalar qildingiz? Mana birinchi tablitcheniyada. Men dietadan ko'ryapmanki, yaxshi bo'lganimda o'sha aytganingizda qildim-da. Qildingiz-a? Demak, men chiqarib tashlagin, yemagin degan narsalarni qilmadingiz. Bunaqa vaqtda odatda siz qanaqa ahvolda bo'lardingiz? Bunaqa vaqtda eng shu yomon o'tkazadigan vaqtim 12 oyning ichida bu avgust-sentyabr bo'lardi-da menda. Nima bo'lardi shu vaqtda? Shu vaqtda yo'tal, umuman to'xtamasdan yo'talar edim. Nima, uning orqasidan davleniyam baland bo'lardi. Keyin men umuman toratimni ushlay olmasdim-da. Betorat yurardim desam bo'ladi. Ko'p yo'talganni hisobiga. Hisobidan nima, o'sha narsa meni ko'p nima qilardi. Qiynardi. Siq bo'lardim. O'sha narsa mana yo'q hozir. Hozir xursandmisiz? Bu yerda sekret nima ekan? Nima deb o'ylaysiz? Birinchi unda nimaga e'tibor berish kerak ekan? Birinchi nima shu nimaga yeyishga yoqqan shunaqa deb nima qildim endi. Ochlikdan nima foydalar oldingiz? Ochlik sizga nima berdi? Nima vaznim kamaydi. Endi unchalik ham o'zim ko'p emas edim oldin. Baribir 69-70 edim. Hozir 65 kilo. Mashallah. Yengilman. Qiyinmas ekan ochlik. Yo'q, qiyin emas. Maza qildingizmi? Maza qildim. Organizm yengilladimi? Yengillashdi. Nafs desak ko'p narsaga erishar ekanmizmi? Keyin yana bitta narsa, papillomalarim to'kildi. Ay mashallah, ana. Mana shu narsa bor edi. Menda kecha kuni suhbatda bemorlar papillomalar bor, nima qilay, so'ganlar bor dedi. Xo'p, nima ekan ular mana? O'sha narsani men sizga aytganim ham yo'q kelganimda. Nima, mashitimda bor edi, shu menga nima qilardi? Men bu biron ish qilganimda ko'ylagimni ko'tarsam, mana shu birinchi bo'lib tushib ketdi, o'z bilmadim-da. Papilloma. O'z-o'zidan. Shuni bildim o'z-o'zidan. Keyin qaytamda bu bilaman-ku. Keyin istashga tushdim. Shundan keyin qarasam yo'q. Papillomalar o'zi to'kilib tushdi. Shu 3 oyda ichida. Mashallah. Azizlar, mana Shoira menga shikoyat ham qilmagan, papillomam bor deb. Men so'raganim ham yo'q. Har doim aytaman, inson retseptnasi orqasida mana shu narsalar, nosog'lom turmush tarzining orqasi virus nagruzkalar bo'ladi. Agar shular to'g'rilasanglar, o'zi organizm kurashib, o'zi to'kib tushirib yuboradi. Bu qabulimda birinchi gap emas, juda ko'pchilik kelib hayratlanib aytadi, Gulbahor, siz lechingizdan keyin so'ganlarim papilloma o'z-o'zidan to'kilib tushdi. Men hayron qoldim, qurib to'kilib ketdi deb. Demak, ovqat bizga ko'p narsa berar ekanmi? Sog'lom turmush tarzi ko'p narsa berar ekanmi? Birinchi o'rinda nimaga e'tibor berishimiz kerak ekan? Demak, tibbiy savodxonlikda madaniyatni oshirishga, to'g'rimi? Hozirgi kunda allergiyalaringiz qanaqa? Umuman hech narsa hozir meni bezovta qilgan yo'q. Mashallah. Azizlar, har doimgidek bemorni kelganda tekshiruvlar qildirganman. Mana sebarsiga chiqqan. Xo'p. Kreatinin, mana ALT bilan AST nisbati buzilgan bu yerda. Gamma sistem baland chiqqan va menga yoqmagan, mana ko'ryapsizlar, autoimmunka. Xudo xolsa keyingi safar buni yana qaytadan tekshirtiraman. Menimcha ancha yaxshi tarafga qarab siljigan. Ferritinni ko'ryapsizlar-a? Xo'p. Bu yog'i mana vitamin D, temir tanqisligi, kamqonligi. Soya mana ko'ringlar. Va shularga asoslanib C1 parazitoz,
temir tanqislik holati, autoimmun tiroidit, vitamin D defitsiti deganmiz va shunga yarasha lecheniya qilganman. Lekin men birorta allergiyaga qarshi, to'g'rimi? Birorta antigistamin narsa yozmaganman. Mana ko'ryapsizlar, yozmaganman. Agar sizlar organizmni, mizojini to'g'rilasanglar, hayotini to'g'rilasanglar, organizm o'zi kurashib oladi. Qolgan yozayotgan qo'shimcha narsalarimiz bular shunchaki yordam vositasi hisoblanadi. Siz xursandmisiz davolanishdan? Tabiiy davolanish nimasi yoqdi? Bilmayman endi nima deydi, mana ukol olganim yo'q. Endi nima, hech nima qiyin narsa emasda. Qiyin emas. Antigistaminlar ichganingiz yo'q. Antigistaminlar ichganim yo'q. Davleniya dori ichganingiz yo'q. Davleniya dori ichganim yo'q. Hech qanaqa ximiya nima ichganingiz yo'q. Ichganim yo'q. Aqalam nima yotmadim-ku, siz yotib nima qiling dedingiz ochlikda. O'sha aytdimki, agar yotsam qanday yaxshi bo'lsamki. Ha, yaxshi. Mayli azizlar, mashalloh sizlarda ham shu va shunga o'xshash muammolar bo'lsa, bemalol tashrif buyurishingiz mumkin.